Hurmatli negativlar, bu fol ochish emas. Biologiya DTM standartida bu yil eng ko'p tushadigan savollar haqida juda ham ko'p o'quvchilar so'rashibdi. Keling sizga 3 ta mavzuni aytaman. Shu mavzuni yaxshilab qaytarib qo'ying. 9 ball sizga naqd bo'ladi. Birinchi mavzularimiz bu 11-sinfning filogenes bobidan. Shu rasmlarga yaxshilab e'tiborli bo'ling va mavzuni yaxshilab qaytarib qo'ying. Juda ham ko'p savollar tushish ehtimoli bor. Ikkinchi bobimiz esa bu 9-sinf sitologiya mavzulari. Yaxshilab qaytarib qo'ying. Savollarga e'tiborli bo'ling, tushish ehtimoli katta bo'lgan boblarimizdan bittasi. Uchinchi bobimiz esa bu 9-sinfning seleksiya mavzulari. Tushish ehtimoli katta bo'lgan mavzularimizning bittasi. Yaxshilab e'tibor bilan o'qib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Hurmatli negativlar, bu fol ochish emas, umumiy DTM standartidagi savollarni prognoz qilgan holatingizda chiqargan mavzularimiz bo'ladi. Videolarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda aynan shu mavzular bo'yicha eng ko'p tushadigan savollar haqida gaplashamiz.